Qizlarjonlar, bugungi darsimiz shundan iboratki, bu har bitta insonni hayotida bo'ladigan vaziyatlar. Masalan, qanaqadir tushkunlikka tushib qolasiz yoki bo'lmasa ichingizdagi qanaqadir o'sha nur yo'q bo'lib qoladi. O'sha qalbingizni yoritadigan nur yo'q bo'lib qoldi yoki bo'lmasam qanaqadir ichingizda nimadir yonmayapti, o'sha bo'shliq his qilasiz yoki bo'lmasam bo'ladi-ku qanaqadir paytlar tushkunlikka tushib qolasiz yoki bo'lmasam og'riqqa kirib ketib qolasiz. Yoki xullas bitta gap bilan aytganda ichingizda motivatsiyangiz o'chib qoladi yoki bo'lmasam o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketib qoladi yoki bo'lmasam kimnidir yordamiga muhtoj bo'lib o'zingizni yolg'iz his qilishni boshlaysiz. Aynan o'sha paytda bizga поддержка bergan insonlar, ichimizda bitta chirog'i shunday yondirib yuborgan insonlar yoki bo'lmasa o'sha o'chiy deb turgan uchquningizga olov bo'lib bergan insonlar yoki bo'lmasa qanaqadir joyda o'sha поддержка berib yuborib o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshib ketib qolgan yoki hayotga bo'lgan qiziqishingiz kuchayib ketgan yoki qanaqadir o'sha motivatsiya oldingizda o'sha odamdan nimadir ish boshlab yubordingiz yoki bo'lmasam kimnidir поддержкасы orqali o'sha eringizga bo'lgan nazaringiz o'zgarib qoldi, o'zingizga bo'lgan nazaringiz o'zgarib qoldida, munosabatlaringizda o'zgarish bo'ldi. Kimnidir o'sha suyanchiqligini yoki kimnidir поддержкасini yoki kimnidir bittagina nima deydi, kimgadir aytib berayotgan vaziyatini eshitib shu orqali ham nimadir qanaqadir biza yaxshiliklar olamiz yoki bular bo'lishi mumkin, dodangiz bo'lishi mumkin, buyingiz bo'lishi mumkin, ustozingiz bo'lishi mumkin, farzandlaringiz bo'lishi mumkin, xullas oila a'zolaringiz bo'lishi mumkin, do'stlaringiz bo'lishi mumkin. Sizda hayotga qiziqishni uyg'otib bergan har qaysi inson, har qanaqa insonlar yoki bo'lmasam hayotingizda nimanidir anglashingizga sabab bo'lgan insonlar yoki bo'lmasam bo'lishi mumkin umuman notanish odam bo'lishi mumkin, qisqa vaqtda hayotingizda paydo bo'lib sizni o'sha qalbingizni tubigacha tushib qanaqadir tushib yetib o'sha o'zingizni ko'rsatib berib yoki bo'lmasam qanaqadir ma'noda o'sha qalbingizdan o'rin olib sizga yaxshilik qilgan insonlar bo'lishi mumkin. Masalan, bilamiz, oldingi insonlar, masalan, dodamiz, buvimiz bo'lishi mumkin. Bizga aytishardi, rahmat deb qo'y. Yoki palonchi bizga o'shanda meni mana shunaqa qilgan edi. Endi san ham borib ko'rda, o'sha bitta buvingizga qilgan yaxshilikni buvingiz bolalariga ham qildirgisi keladi ba'zi paytda-da. Masalan, bu yerdagi narsa nima? Ularda men o'ylardim, как-то bizani odobga o'rgatyaptilar yoki boshqa deb. Erta umuman boshqa narsa bo'lganini shu kunlarga kelib tushunyapman. Masalan, o'sha ularda mana rahmat degan o'sha narsaga как-то o'sha minnatdorchiligini bildirish uchun kasal bo'lib qolsa ham, o'sha 10 yil bo'lgan bo'lsa ham o'sha vaziyatga borib, o'sha 10 yil oldingi qilgan yaxshiligi yoki bo'lmasa o'sha paytda qo'llab-quvvatlaganlarini o'sha minnatdorchiligini o'sha 10 yildan keyin ham bildirishardi. Bu narsani men как-то boshqacha tushunardim. O'sha odob o'rgatilyapti, endi odamlar nima deydi, xabar omad deydimi degan ma'noda tushunardim, lekin ulardagi hissi hozir mana his qilsangiz bo'ladi. Ularda ham balkim o'sha paytda ularni ham o'sha qalbini tubigacha tushgan bo'lishi mumkin o'sha yaxshiligi yoki bir og'iz o'sha gapi поддержкасы ularda o'sha hayotga qiziqishini uyg'otib bergan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha ichkarida o'chib qolgan motivatsiyalarini uyg'otib bergan bo'lishi mumkin. Shu darajada ularga katta his berilganki, qiymatli his berilganki, bunga hali ham minnatdor bo'lishyapti ular. Mana shu narsa ham aslida qaysidir ma'noda agar o'sha to'g'ri yo'nalishda bo'lsangiz, ya'ni faqat u nima deyishi uchun emas, unga bo'lgan haqiqatda ichingizdagi minnatdorchiligingiz bo'lsa, bu demak to'g'ri. Agar u endi o'sha oldin qilgan edim, endi menga qilmadi, endi nima degan gap bo'ldi, endi odamgarchiligi yo'q ekan, u ekan, bu ekan degan gap uchun bo'lsa, bu noto'g'ri. Masalan, qaranglar, endi oddiy misollardan men sizlarga aytib beraman. Masalan, buvingizga masalan, men buvimga, dodamga, ya'ni adamni onalariga, adamni otalariga bildiradigan minnatdorchiliklarimdan juda ham kattasi, masalan, o'sha biz bolalar bilan o'ynab yurgan paytimizda, mana bilasizlar, o'zingizlarni ham dodanglarni, buvinglarni xonalari eng antikvarniy, qiziqarli xona bo'ladi. Hech qayerda yo'q bo'lgan narsalar ularda bo'ladi. Eng zo'r, qanaqadir siz zo'r deb o'ylagan narsalar ularda bo'ladi. Chunki davr ham ancha uzoqda. Masalan, ota-onangiz bilan buvingizni paytlaridagi ularni davri umuman oldingi, ancha oldin, sizdan ancha oldingi davr hisoblanadi. Shuning uchun ham ularda oldingiroq narsalar bo'lishi mumkin yoki siz ko'rmagan, sizni aqlingiz yetmagan narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun doda buvilarning xonasi juda ham qiziqarli bo'ladi-da nevaralarga. Men o'g'limda ham bu narsani ko'rganman, o'zimda ham shunaqa bo'lgan.
o'sha paytda menga o'sha adalari ya'ni dodam menga bergan eng katta o'sha ularga bo'lgan eng katta minnatdorchiligimdan bittasi mana shu ichki motivatsiyam. Mana shu man tanlanganman degan hissni berib ketganlari. Chunki u paytda o'sha amakimni bolalari, ammamni bolalari hammaligi o'sha uyga kelishardi. O'sha ya'ni o'sha biza o'sha kichkinaligimda yashagan hovli. Endi u yerda o'sha onam o'g'illari bilan yashaganlar. O'sha boshlarida. O'shanda hamma bolalar o'sha yerga kelib o'ynashardi. O'sha paytda shunda kirgimiz kelardi. Eshiklarni qulflab qo'yardilar, chunki hamma narsaga tegib tashalardi, kimga nima yoqsa olib chiqib ketilinardi boshqa bolalar. O'shaning uchun eshiklarni qulflab qo'yardilar. Yoki o'zlari namoz o'qiyotgan bo'lsalar, kitob o'qiyotgan bo'lsalar, eshikni ichkaridan qulflab qo'yardilar. O'sha paytda taqillatardik kirish uchun so'rab. O'sha paytda dodam ochardilar-da. Ularni o'sha hamma bolani ichidan faqat meni olib kirib ketardilar. Hamma kirgisi kelardi, lekin qolganlarni olib kirmasdan meni olib kirib ketardilar. Ularga chiroyli tushuntirardilar. Sizlarga hozir mana oying ovqat beradi yoki boshqa qiladi, ovqatlanib olinglar deb ularga ham chiroyli tushuntirardilar, lekin menga ko'zlarini qisib qo'yib meni olib kirib ketardilar. O'sha paytda menda shunaqa o'zimga bo'lgan ishonchim, shunaqa endi mazza, shunaqa endi kayf. O'sha payt bilasizlar, bolalikda masalan 3-4 yosh paytingiz, 4-5 yosh paytingiz kattalar sizni tanladimi yoki kattalar sizga nimadir deb qo'ydimi, o'sha paytda xuddiki hozirgi mana katta bo'lgan paytingizda Xudo sizni tanlagandek, Xudo sizni maqtagandek bo'ladi-da bolalarda. Menda xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Menda o'sha men tanlanganman-da, meni tanladilar. Meni ko'proq yaxshi ko'radilar yoki bo'lmasa men zo'ri ekanman ichida. Mana shunaqa hissiyotni menga berib ketganlar o'sha dodamlar. Hozirgi kungacha shu yoshimgacha ham masalan qarindoshlar yig'ilsak menda shu hissiyot bo'ladi. Bu qanaqadir kibr ma'nosida emas yoki yerga urish ma'nosida emas, ichimda menda shunaqa narsa bo'ladi. Men eng muhim tanlanganman. Men bularni ichida doda buvilarda meni ajdodim ko'proq yaxshi ko'radi degan hissiyotni berib ketganlar. Hozirgi kungacha ham masalan qaysidir joyda menda bo'ladi, har bitta insonning hayotida qanaqadir joyda og'riq bo'lsa sizda, qanaqadir joyda tushkunlik bo'lsa, endi hayot har doim ham tekis ketmaydi, qaysidir joyda bo'lishi mumkin. O'sha paytda men uydagilarimga aytsam, masalan opa-singillarga yoki bo'lmasa onamlarga yoki kimgadir aytsam, ular menga ishonishmaydi. Qanaqa ma'nodaki aytishadi, "Yo, senda juda ham katta kuch ko'rinadi. Sen bu narsa sen uchun nima deydi? Oddiy narsa, bundan bemalol o'ta olasan deb qilmaymiz" deyshadi. Nimaga meni shunchalik qilib olmaysizlar, podдержка qilib olmaysizlarmi yoki mana bunaqa desanglar bo'ladi-ku deb bir xil paytda qilib qolamiz. O'sha paytda aytishadi, bizga вообще unaqa ko'rinmaydi. Bizga shunaqa juda ham bir kuchli, juda ham bir o'ziga ishongan. Chunki sen mana shunaqa ozgina senda tushkunlik bo'lsa ham, senda motivatsiya o'chmaydi, senda ishonch kuch o'chmaydi, harakat o'chmaydi deyshadi. O'sha paytda ham menda kelajakka umid yoki bo'lmasa mana shu vaziyatim hozircha shunaqa degan unda bo'laman-da. Bu narsalarning orqasida men bitta his qilib ko'rganimda, o'sha dodamni o'sha yerda meni tanlaganlari. Hozirgi paytda ham ayta olaman, doda buvilarni nevarasiga qiladigan munosabati bolalar uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Bolada o'sha xuddiki Xudo uni tanlagandek, Xudo uni yaxshi ko'rayotgandek hissiyot bo'ladi. Yana bittasi onamni o'sha onalari, onamni adalari, ularda ham bo'lgan. Ularda menda o'sha nima deydi? Bilimga bo'lgan, ilmga bo'lganda mana o'qishga bo'lgan muhabbatimni oshirib berishgan. Adam tomondagi adamni ota-onalari, ya'ni adam tomondagi doda buvilarim menda mana shu dinga bo'lgan munosabatda ichki oporani kuchaytirib berishgan ular. Masalan o'sha adamni onalari menga o'sha kichkinaligimda o'sha dodalarimiz haqida aytib berardilar. O'sha mana shu Xorazm shohlari piri bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan, eshon bo'lgan, boshqa bo'lgan degan mana shunaqa narsalarni aytib berardilar. Ular bilan bo'lgan voqealarni. Masalan o'shanda aytardilar, dodam shunaqa qilganlarini, masalan o'sha daryodan o'tayotganlarida joy namozlariga o'tib, u yoq tomonida o'sha joy namozlariga o'tirib
daryoni u yoq tomoniga o'tib olganlarini ko'rgan insonlardan ham eshitganman. Bu mana shu narsani aytib berardilar, juda chiroyli hikoya qilib aytib berardilarda. Mani ichimda ularga o'xshash hissiyot paydo bo'lardi, shunaqa motivatsiya uyg'onardi. Man o'sha kichkinaligimda 5 yoshmidim bilmayman, 6 yoshmi, o'sha paytda menda dinga bo'lgan muhabbat paydo bo'lgan. Mana dinni o'rganishga bo'lgan, Xudoni sevishga bo'lgan. Mana Alloh mana shunaqa qilar ekan, insonga shunaqa darajada mo'jiza berar ekan, shunaqa imkoniyatlar berar ekan degan menda hissiyotni uyg'otib berishgan. O'sha paytdan boshlab menda o'sha diniy ilmlarni o'rganish boshlangan. Ko'ryapsiz, bir yoq taraf dunyoviy ilmni berishyapti, bir yoq taraf diniy ilmni berishyapti. Bu narsalar bizning hayotimizda juda ham katta ahamiyatli hisoblanadi. O'sha narsalar uchun men hozirgi kungacha minnatdorchilik bildiradigan vaziyatlarimdan bittasi. To'g'ri, masalan, oddiy narsalar bo'lishi mumkin, lekin har biringlarning hayotingizda shunga o'xshagan vaziyatlar bor. Yoki bo'lmasa mana turmush o'rtog'ingiz. Mana turmush o'rtog'im menga shunaqa hissiyotni berganlar. Mana shu turmush o'rtog'im meni hayotimdagi har qanaqa erkakdan ko'ra meni podдержка qila oladigan. Men ularda mana shu oporani his qila olaman. Hozirgi paytda masalan o'ylasamda, hamma mendan yuz o'girib ketsa ham yoki bo'lmasa hamma narsam nolga tushib qolsa ham meni orqamda turadigan bitta dona odam deb ishonadiganim masalan menda o'sha turmush o'rtog'im. Men shunaqa his qilaman. O'sha hissiyotni qachondir berganlar menga, qaysidir vaziyatda berganlar. Bilasizlar, menda masalan o'sha farzandsizlik holati bo'lgan, boshqa bo'lgan, o'sha birinchi bolam tushgan, undan keyin farzandsizlik holati bo'lgan. O'shanda ham aytganlar, menga mana masalan oddiy misol, menga tug'maslikda emas, menga faqat o'zing keraksan. Bo'lsa ham, bo'lmasa ham menga farqi yo'q degan narsada menga shunaqa chuvstva berganlar, ichimda o'sha narsa yongan. Chunki mana ko'pchilik ayollarning ichida farzandsizlik holatida nima narsa bo'ladi? Ko'pincha o'sha erimga kerak emasman, men tug'mayapman, men nogironman yoki meni bolam tushib qolyaptimi, demak menda nimadir neto degan o'zimizga, ayolligimizga bo'lgan ishonchimiz tushib ketib qoladi. Ana o'sha paytda turmush o'rtog'ingiz bitta mana shu gapi ham sizga olam ishonch beradi, olam kuch beradi. Mana shunga o'xshagan vaziyatlar juda ham ko'p. Yoki bo'lmasam, xullas hozir mana aytadigan bo'lsangiz, yana ham ko'p. Mana ko'p narsalarni anglashimda yoki boshqa bo'lishimda, mana shu psixolog bo'lishimda menga juda ham katta yana anglashlar bergan ustozlarim. Mana shu psixologiya bo'yicha o'qigan ustozlarim ahamiyat. Ularga ham masalan minnatdorchilik. Yoki bo'lmasam, masalan mana odamlarda, mana menda qobiliyatlarni ochishga yordam bergan inson, menda chista mana shu jamiyatga chiqishimga qobiliyatlarimni ochishimda, sen meni ham qila olasan, sen buni ham qila olasan, senda mana narsa ko'rinyapti deb masalan o'sha menga ishonch bergan insonlardan bittasi. Yoki bo'lmasam onamda. Mana hamma har bitta inson aslida sizga juda ham katta motivatsiya beradi. Juda ham katta ichingizda o'sha hayotga bo'lgan qiziqishingizni beradi. Biz bu narsalarni ko'pincha anglamaymiz-da. O'sha qancha qilingan podдержкалар, qancha qilingan o'sha qo'llab-quvvatlashlarni o'sha paytdagi o'tib ketdi, o'zi esimizdan chiqib ketadi. Bo'ldi, ishimiz bitdi, o'zimizni tiklab oldik, u yog'i esimizdan chiqib ketadi-da. Ozgina qanaqadir arzimagan kamchilik uchun yoki arzimagan nimadir uchun yoki arzimagan e'tiborsizlik uchun o'sha yerda o'sha nima deydi? O'sha minnatdorchiliklarni esdan chiqarib yuboramiz-da, diqqatimizni o'sha kamchilikda ushlab o'tiramiz. Shuni hisobiga nima qilamiz? Nabarot yana tushkunlikka tushib ketaveramiz, munosabatlarimiz yana ham yomonlashib ketaveradi. Shuning uchun qizlarjonlar, bugun qarab chiqasizlar. Mana sizlarda nima berilgan? Mana shunaqa sizga yordam beradigan, sizni qo'llab-quvvatlanadigan kichkinagina podдержка yoki oddiygina masalan siqilayotganingizda siqilma o'tib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa-da, sen uchun qattiqdir yaxshi narsa tayyorlanyapti yoki hammasi o'tib ketadi deb turib sizga qanaqadir podдержка bergan inson ham yoki qanaqadir sizga dalda bergan inson ham o'sha ham katta sizni ichingizda o'sha motivatsiyangiz yonishiga sabab bo'lgan. Mana shularni qarab chiqasizlar bugun. Kim sizga shunaqa bergan? O'sha insonlarni eslab, ularga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi kunni vazifasi, bilasizlar, mana o'sha har kungi vazifalar, har kun o'sha minnatdorchilik bildirib yuribsiz. Ko'rganingizda erkaklarni yoki ayollarni ko'rganingizda yoki ertalab uyg'onganingizda, kechqurun yotayotganingizdagi minnatdorchiliklar, bular har doim bo'laveradigan davomiy minnatdorchiliklar. Yoki yegan ichganingizda, yoki yuzga kirib kelayotgan narsalarda, yoki bo'lmasam tabiiy ne'matlar, yerdagi sizga berilgan, mana Alloh inom qilgan yerdagi masalan unsurlar, tuproq, suv, havo,
ularga minnatdorchiliklar bular har doim davom etaveradi. Ularga bugun уже yozib qo'shasiz, sizni hayotingizni o'zgarishiga sabab bo'lgan 3 ta insonni ro'yxatini yozasiz. Mana butunlay o'zgartirib yuborgan 3 ta odam. O'shalarning gapi bilan hayotingiz butunlay o'zgarib ketdi. Qanaqadir umuman boshqacha bo'lib ketdi. O'sha tupikka kirib qolgan joyingizda chiqdingiz yoki bo'lmasa qanaqadir o'sha tushkunlikdan chiqdingiz, o'lib qolaman deb o'ylagan joyingizda hayotga qiziqishingiz paydo bo'ldi. Yoki shunga o'xshagan. Sizni hayotingizni butunlay o'zgarishiga sabab bo'lgan 3 ta odamni ro'yxatini tuzasiz va ularga minnatdorchilik yozasiz. Masalan, qanaqa yozasiz? Har bir odamga nima uchun undan minnatdorligingizni va hayotingizni qanaqa o'zgartirib yuborganligini yozasiz. Iloji bo'lsa, agar o'sha insonni ko'rib qolsanglar, o'ziga aytishga haddinglar sig'masa, ichinglardan prям uni his qilib turgan holda shuni aytsanglar ham bo'ladi. Agar o'ziga aytsanglar, undan ham zo'r. Qolgan masalan o'sha qolgan minnatdorchiliklar o'z yo'lida yana davom etaveradi. Kechqurun uxlaganingizdagi minnatdorchilik, boya aytganimdek, yeyotgan, ichayotganingizga, erkak ayolga, farzandlaringizga, tana a'zolaringizga, ertalab uyg'onganingizdagiga, oyog'ingiz yurayotganiga, bular hammasiga minnatdorchilik davom etaveradi qizlarjonlar. Bugungi minnatdorchilik o'sha aytganimdek, sizni hayotingizni butunlay o'zgarishiga sabab bo'lgan 3 ta odamga minnatdorchilik bildiramiz.